Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaqacırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağa 2023 yıl 8. ayının 8. günü hepteki seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz hazırgı Tayvan boğazıdan asta silcip şimal tarafı mı kandal eken bu deniz taraftaki nişanı taspark etememiz Filipin rayına yetip geldi. Yani Filipin rayın tünügünü ettik. Thomas Shal deydiğen, müşündak atalıdığan deniz dilsi digilim bombaydı öyle. Denizin peşiyeki sahili digilim bombaydı. Yaki çoğun bir aral digilim bolmaydı. Bu etrafta İkinci Dünya uğraşı mezgilidi Filipin'den deniz katnaşı ve katnaşta tanka uğraş meydanıga tanka taşıdığan bir parxodi şuyada şu rayında toxtab qalğan gap. Mesela qoraqlıqı yoki aralğı yaqi yeri toxtab qalğan gap. Filipin bu parxodni ya söküp etmegen yoki elip ketmegen, hozir shu atrofda harbiy baza qurgan gap. Qachon qurduğunu qurilmaydi vatandaş. 1951-yili Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Filipin hukumati o'rtasida ortak mudofaa shartnomasi imzolandi. Ya'ni bunday aytganda Ikkinchi Dunyo urushi oxirlashib, Ulug' okean urushi oxirlashib, Yaponiya taslim bo'lib, o'sha orollar Janubiy Sharqqa, Janubiy Osiyo va Filipin qatorli orollarni Hatta Tayvanni butun rayoni Yaponiya mustamlikasi deyishga bo'ldi. Amerikaning armiyasi Yaponiyani taslim qilgandan keyin bu rayonlar ozod bo'ldi. Filipin ozod bo'ldi. 1946-yili Filipin mustaqillik jakarladi. Amerika Qo'shma Shtatlari tinch bo'lib Filipinning mustaqilligini e'tirof qildi vatandash. Shuningdek 51-yili tuzilgan bir shartnoma Filipin Amerika o'rtak mudofaa shartnomasi. Onun 4-moddasida Amerika Qo'shma Shtatlari va'da berib Yaponiya Filipin bilan Amerika o'rtak mudofaasini ishga oshirdi yoki bu shartnomada belgilangan vazifa va yoki majburiyatlarni ado qiladi deyilgan. Men yaqinda sizlarga Filipin to'g'ri so'zlagan bir ishga leksiyan shunday degan edim. Hozir Filipin atoqli 4 amaliyotda 9 o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlarga harbiy baza bilan ta'minladi deydi vatandash. Shu ta'minlash jarayonida bu o'rtak mudofaa yana bir qatim tilga elindimi, yana bir qatim qarab chiqildimi? Hisobda bu yaqindagi bir ish edi. Bugun endi tungilarning 8 ayning 5-kunidan boshlaganda bu rayonga yaqash to'xtab qolgan parxodga va yoki shu atrofdagi Filipin harbiy bazasiga yemek-içmek, uyu, supu yetkizib berish uchun ketayotgan Filipin parxodini to'sib olib, uning suv nasosudan suv chashdi degan gap vatandash. Demak, bu yerda harbiy harakat degili bo'lmasimi, lekin Jungo zo'ravonlik qildi. Filipin parxodiga zo'ravonlik qildi. Ta'minlash parxodiga zo'ravonlik qildi degan tushuncha o'rtaga chiqdi vatandash. Şuna hazır bu taraftan vaziyeti Tayvan'ga münasebetlik desinizin buldu yoki münasebetsiz desinizin buldu bu rayon Janubiy deniz rayonida. Biz oldingi nima dedik? Deniz sahil xizmat gruppasi, deniz okean xizmat gruppasi va Janubiy deniz xizmat gruppasi degan eg'iz qoldik vatandoshlar. Bunday vaqtda Jungo hukumati bu yerda mushu voqeani chiqadi deb aytimiz endi vatandosh. Bu voqeani chiqargandan keyin endi 8-ayning 7-kunida bu rayonga tuyuqsizlar yana Tayvanga Yaponiyaning sobiq vaziri Mashin Taylan yetib keldi vatandosh. Yani Filipin bilan Jungo o'rtasida mushu majro bo'layotganda Yaponiyaning vaziri Mashin Taylan yetib keldi.
Maşantaylan Tayvide bir katımlık münberdi yakın notuk sözleş münberi neymi dedi? Japonya'nın sabık veziri Erkin Demokratlar Partisi'nin reisi Maşantaylan münberde oturup mundak görsetti. Tayvan güllengen muqam turmuş şeklini saklamakçı bolup iken Tayvan halkının Tayvan'ı qoğdaydıgan iradesi müstahkem buluşu lazım. Oxşaşla Yaponiyanın Tayvan'ı kurallı kuş bilen qoğdaş iradesi mi enek buluşu lazım. Gördünüz mü? Tayvan'ın, Yaponiyanın sabık reisi Maşantaylan işkinelse Tayvan üzünü qoğdaşla aktif buluş gerek. Bicanedil buluş gerek. Demek Tayvan'ı kurallı qoğdaş boyunca Yaponiya hem aktif buluşu iradelik buluşu ve şu Yaponia'da muşunda an buluş gerek. Endi bugünlerden kilvatkan haberde Amerika Qo'shma Shtatlari münasebetlik mesela su nasosudan su çekiş vakası Jungo'nun Janubi dengiz vaziyetini keskinleştirip etti. Xalqaro jamiyat Beijingni xatarlik harakat qo'llandi deb aybladi. Bu mavzuli xabarda nima deyildi desamiz, Washington, Filippin, Jungo dengiz soqchilarining Janubi dengizda egilik huquq talash tartish qilayotgan tumassal Jungocha Ren deb ataladigan orolda su nasosi ishlatib Filippinning ta'minlash, yetkizib berish parxodlarini to'sib qolmoqchi bo'ldi. 8 ayının 8 günü bugün endi bunun qarab turanga yangi xabar deyli bunu 3 günden keyingi yangi xabar. Jungo Filippin hükümetinin bu aralda petip qalgan parxodni elib ketib, muşu aralni odamsiz aralni asli keltirishini talab qildi. Bugün Washington bugün kunduziga 8, Jungo Beijing tarafda bu kech bo'ldi hisobda. Bugün yana 8 günü şarq vaqti, Beijing vaqti, Beijing hükümeti şundaq talab qildi ki, nima deb talab qildi? Petip qalgan parxodni elib ketish. Bu yerdagi ta'minlash liniyasini to'xtatish. Lekin Filippinning bu yerda harbiy bazasi borkan, bu harbiy bazasi to'g'risida bir nima demagan gap vatandosh. Bu baza to'g'risida bir nima demagan gap, biroq parxodni elib ketish to'g'risida talab qo'ygan gap. Petip qalgan parxodni elib ketish bu talash tartishchisi Jungo bilan Filippin o'rtasida nayt uzundan boshlangan parxodni elib ketsen bu yer Jungo'nun zemini. Filippin deydi, parxod bizimning zeminida turibdi, sening bilan aloqasi yo'q. Uzundan beri boshlangan talash tartishi deb vatandosh. Hozir endi bu su chekish. Filippinning parxodi su chekishi bilan burayning vaziyati ham Janubiy dengizning vaziyati keskinlashib ketdi. Boshlaydiq, mushundaq bir paytda Yaponiyaning sobiq vaziri Maşantaylan ko'rgan vaziyatni kuzatish yoki vaziyat qarab harakat qilish deb ataldi. Maşantaylan bu mu Yaponiya tarixidagi Yaponiya rahbarlik qatlamida intayin keskin odam bu. Bu Jungo'ga bo'lgan, Jungo qaratgan maydon ayt ochiq odam bu. Endi bugun kelib, bu yer ikki narsani o'tirib qo'yib, sen qo'g'dashga chin turadigan bo'lsang, Yaponiya qurolli kuch bilan qo'g'dashga tayyor. Endi bu ish bu yerning vaziyatini texnik keskinlashtiramdi yoki Jungo yenib olamdi, o'zini tutib olamdi desak, bugun 8 ayning 8 kuni Jungo Filippinga so'z aytib berib, sen derhal bir yerden parxodni o'tkazib ket debdi. Uning ustiga suv chekish voqeasi o'tgandan keyin Filippinning Tashqi ishlar ministrligi Manilada Jungo'ning bosh elchixonasini chaqirtib, suv nasosi va suv chekish voqeasi to'g'risida Jungo hukumatiga norozilik bildirdi. Vatandosh Jungo hükümetiga diplomatiyaga tashqi yo'llar, tashqi siyosat yo'li bilan diplomatik yo'llar bilan norozilik bildirdi. Biz mushunga qaraymiz ekan nima deymiz? Yaponiya Maşantaylan Tayvan Taybeyga yetib keldi mushu kunlarda. Filippinning Tomas Shal aralig'iga petib qolgan parxodi va yoki shu parxod atrofida qurilgan harbiy bazasi
Bu yerga ta'minlash uchun kelayotgan Filippinning parxodiga suv nasosidan suv chechib Jungo zo'ravonlik qildi. Bu bir gap. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlari nima dedi deb vatandoshim oxirida? Masalan, Amerikaning ittifoqdoshlari davlatlar Avstraliya, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Kanada hamda Yevropa ittifoqi arqa-arqadan bayonot e'lon qilib, Filippinni qo'llaydiganligini bildirib, Jungoni aybladi. Mushu masala bo'yicha Jungoni aybladi. Xatarli harakat, suv nasosidan suv chechish, xatarli harakat, muqimlikni buzish. Demak, bu yerda sen harakat qo'llanding Jungo hukumati. Biz seni mush yo'lda ayblaymiz dedi. Demek Amerika nima dedi? Biz baş nima dedik? 1951-yili Amerika bilan Filippin o'rtasida tuzilgan o'rtaq mudofaa shartnomasining 4-moddasining ro'yiga asosan Amerika Qo'shma Shtatlari mushu shartnomada imzolangan ruh bo'yicha yoki mushu shartnomaga bergan va'da 4-moddasidagi bergan va'dasi bo'yicha shu shartnoma asosidagi majburiyat ve vazifelerni ado qilishga tayyor. Biz turginlik shiyamizning oxirida nima degan to'q hozir Yaponiya nima odamning og'ziga kirib qoldi ekan Filippin ve Amerika shartnomasi yaqindan beri imzolangan, bunda Amerikaning va'dasi bor degan edik. Shundaqla hozir Jungoning bu Tomaşal etrafında suv nasosi suv chechib Amerika bilan Filippin o'rtasidagi shartnomaga xiris e'lon qildi. Yoki ig'vogarchilik paydo qildi degan edik. Bugun Amerika javob qaytarib yakshanba kunida Amerika 1951-yil Ortak Mudofaa shartnomasi Amerika Filippin o'rtasida imzolangan. Mushu shartnomaning 4-moddasining ro'yi bo'yicha vazifa atqaradi yoki majburiyatini ado qiladi. Demak, vaziyat hozir mana shu yerga yetib keldi deb aytamiz vatandosh. Onda qo'shimcha hozir tuyuqsizlar Shanghai, Hong Kongning bir kapitali soliga chog'daydi var. Bu Jungoda islohot ishlaychi yetishiga vaqt birinchi bo'lib Jungoga kirgan Shanghaidan, Hong Kongdan. Ondan keyin aralıqda burunda 3 yil, 4 yil burun yana Jungoning bozoridan bütün boyliq va imoratlarni setib o'tib chiqib ketib, mablag'ni bevosita Londonga, Angliyaga yetkazib ketgan edi vatandosh. Endi bugundan boshlab Shanghai, Hong Kongdagi maddi boylig'ini, imorat bu narsaning hammasini Shanghai'da, Hong Kongda bozorga chiqardi deydi. Buni xabar qilgan xalqiliq paytlar obzorchilari nima deydi? Nimani sizib qoldi? Nima ish yetib keldi? Nima ish qildi? Bunda jiddiy paytda bunda qaror qildi deydi. Anda uning orqada yana shu hal qilg'ich paytda bergan bir qatimliq mavzu yoki video filmida nima dedi vatandosh? Eng xatarlik. Yani Jungo iqtisodiga yetib kelayotgan krizisning boshlanishi eng xatarlik birinchi qadam. Hong Kong puli bilan dollar ayrilib ketdi. Yani bunun ma'nosi esa Hong Kong puli, Shanghai puli dollarni asos qilib provodga qatnashadigan pul edi. Bugun bu pul yoki dollar Hong Kong puliga asos bo'ladigan, fundamental bo'ladigan yoki voltaj bo'ladigan dollar qandoq bo'ldi? Hozir Hong Kong pulidan ayrilib ketdi deydi. Yani biz buni nima deymiz vatandosh? Ala shahrini deymizda. Bosh tahlil mi ketmaydi, gap mi ketmaydi, so'z mi ketmaydi? Demak, Hong Kong pulidagi bundoq zo'r tavrash va o'zgarish Jungo jamiyatiga va Jungo jamiyatining pul muomala sistemasiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Gap mana shu yerda vatandosh. Al oxirgi hal qilg'ich gap mana shu yerda bo'lib qoldi vatandosh.